Qumdada o'rmon xo'jaligining ishchisimiz. Mana shu yerda mana ishlaymiz, mana shlanka tortamiz, shundan chiqib kelamiz, pastdan. İşlerinde bak to'g'ri ish falan. Va boshlarga. Birda ham yuk puksa ortib boramiz. Chopon-popon, nima deydi, non-poni bo'lsa, suvlarni ortib boramiz. Mana Chiroqchi tumani To'laqo'l adliliklarida ekilgan nihollarini sug'orish uchun mana suv tarmoqlari tortilayotgan ekan. Mana undan ortiq o'rmon xo'jaligi xodimlari faoliyat yurityapti. Bizlar maaş daraxtlari tavlarni nazarda qilamiz. Tavlar daraxtlari bor, daraxtlarni kesishdan, mana yong'indan suvlarni boshqaramiz. Mana qo'y mollardan asraymiz, shartnoma qildiramiz, hujjat tegamiz, sug'oramiz, ko'chani yumshatamiz. Mana shundan har bir nimaga suv boradi, daraxt tagiga. Shuning uchun mana bundan glavniyadan keladi, shu bitkidan aylanib kelib, dakancha ketadi. Mana 4 ta bo'shqa qurilgan. O'zi oxiriga tugatishga oz qoldi o'zi. U ishga bossa tugaydi ishimiz. Keyin mana har bir daraxt ko'chada mana uni qo'yib chiqamiz-da. Ya uni qo'yamiz hali. Har bir daraxt ko'chada mana shunday qo'yib nimasini qo'yib Tomchilatmasin. nimasi ham bormi bunda? Nima qoldi? Tugab qoldimi? Tugab qoldi. Mana to'g'ri zakansa 200 metr, 200 metr har bir daraxt ko'chada tomchilatib boryapti mana. Shlanka mana shunday tarqatib, nima deydi? Tortyapmiz. Qirga bir chiqib tushdi, o'zi bir juda qiyinchilik. Mana biz ancha qiyin. Pastga tushib boryapmiz. Ha, shunga to'g'ri bo'ldimi mana ya? Shu temiga qo'ysin-da bizlarga avtobus. Shu anamiz problem. Temiga qo'ysa yaxshi bo'ladi bizlarga. Bizlar oylik. Bizlar ketmaydi, temiga qo'ysa. Ishga kunun kelamiz. Kamda oyligimiz kam. Bu yerda ish ketyapti, to'g'ri. Aytmasin aytaman, to'g'ri oylik kam. Yetmaydi. 1.600.000 oylik olamiz. Kam oylik. Ko'tarib bersa, misol uchun bizlarga ham ro'zg'orga ham o'zaro foydasi tegsa deymiz oylikda. Oyligimiz misol uchun 1.600.000 oylik bu yerga gaz solamiz, bu yerga abid qilamiz, shu bilan qolmaydi. Nima deymiz shuda? Mana ishlab yapmiz mana. Abid demay ishlaymiz. Lekin oyligimizni vaqtida beramiz. Mana issiqda ishlab yotibmiz. Mana hozir 35-40 gradus issiq kun.